Uyghur diyarida o'tgan haftadan beri izchil eşib berayotgan Tojikiston virusi yuqumdorlarining soni 4 avgust kuni 600 dan oshdi. Xitoy hukumati boshqarishidagi Xinhua agentligining 4 avgustdagi xabarida aytilishicha, navbatda bayqalgan yuqumdorlarning mutlaq ko'p qismi Urumchi shahrida ekan. Ammo Urumchi va boshqa joylardagi aholining undidor va boshqa uchur vositalari orqali o'zaro hambayirlagan uchurlarda ko'rsatilishicha, butkul Uyg'urlar diyoridagi qamal qilish tadbirlari izchil davom qilmoqda ekan. Bir qism kishilar hambayirlagan sin ko'rinishlarida aholilar komiteti a'zolarining o'z beshimchilik bilan uylaridan chiqqanlarning fojiani chekib etamiz deb to'g'lashlari navbatdagi qamal tadbirlarining allaqachon Wuhan shahridagidanmi eshib tushganligini ko'rsatmoqda ekan. 健康牛窝汤，宁愿身上长点膘，也不能下楼外边飘。出门打断腿，还嘴打獠牙。相信科学，相信党，歼灭疫情有保障。Yana bir qism sin ko'rinishlarda bo'lsa, uylariga qamalib qolgan Uyg'urlarning 5-6 ta, hatto 10 naslab bahos o'sib ketgan turmush buyumlarini eshikning yo'lchiqlaridan elayotganligi tasvirlandi. Gerçi Xitoy hukumati hozirgacha yuqum ahvoli barg'ansir tövəlləvatı dodayotgan bo'lsa-mu, turli uchurlar Xitoy hukumatining yana bir qatim yolg'on aytayotganligini ishora qilmoqda ekan.